Atigi 11 ta video bilan $2000 daromad qilish mumkinligini bilarmidingiz? Buning iloji bor. Bugun sizlar bilan qanday qilib atigi 10 ta video bilan minglab obunachi yig'ishni va buning uchun qanday videolarni yasash kerakligini va ularni to'pga chiqarishni o'rganamiz. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Versus Su YouTube'da 684 ming obunachiga ega kanal. Bu kanal hozirgi kunda atigi 11 ta video bilan o'rtacha taxminiy baholarda $2000 foyda qilmoqda. Ammo qanday? Demak, kanaldagi videolarni analiz qilishdan boshlasak, barcha videolarda prosmotr milliondan ortiq. Bunga sabab esa YouTube bu videolarni ko'proq insonga tavsiya qilgan. Va tavsiya qilingan insonlarning katta qismiga videolar yoqqan va oxirigacha ko'rishgan. Bu esa YouTube xohlagan narsa. Xo'sh, videolarning siri nimada? Gap shundaki, videolar tomoshabinni o'zida ushlab qolishga qodir. Bunga esa kanal egasi tomoshabinning hissiyotlarini uyg'otish bilan erishgan. Videoni ko'rayotgan inson hayratlanish, jahl, mamnun bo'lish va har xil emotsional holatlarni boshdan kechiradi. Bu esa hattoki videoni qayta ko'rishgacha olib keladi. Demak, keling, ko'p cho'zmaylikda videoni tayyorlashni o'rganaylik. Avvalo, o'zimiz kanalimizni yuklab olgan promptlarga o'tamiz va bu yerdan birinchi promptni nusxalab olamiz. Va ChatGPT ga o'tib, mana shu promptlarni tashlaymiz. Va ChatGPT bizga solishtirishimiz uchun 5 ta hayvonlar kombinatsiyasini yaratib beradi. Va bundan keyin ikkinchi promptlarni ham nusxalab olamiz va ChatGPT ga tashlaymiz. Va ChatGPT bizga tashlaganimizdan so'ng har bitta hayvonning yakka rasmini yaratish uchun promptni yaratib beradi va siz bu yerdan nomlarini o'zgartirgan holda barcha rasmlarni yaratib olishingiz mumkin. Keyin esa 3-promptni ham nusxalab olib, uni ham ChatGPT ga tashlaymiz. Va ChatGPT bizga ikkita hayvonni solishtirganimizdan keyin g'olib chiqqan hayvonning rasmlarini ham yaratib olishimiz uchun promptlarni yaratib beradi. Va siz bu yerda mana shu promptni nusxalab olib, Leonardo AI saytiga kirishingiz kerak. Leonardo AI saytiga kiramiz va bu yerdan shunchaki ro'yxatdan o'tib olasiz. Va ro'yxatdan o'tib olganingizdan so'ng sizda mana shunday oyna ochiladi va siz bu yerdan Image Generation tugmachasini bosasiz. Va siz mana shu joydan modelni Cinematic Kino modeliga o'zgartirib qo'yishingiz kerak va bu yerdan bir formatni tanlaysiz. Keyin esa nusxalab olgan promptingizni mana shu joyga tashlaysiz va keyin mana shu yerdagi line, ya'ni birinchi hayvon nomini olib, mana shu yerga animal name degan joyga tashlab qo'yasiz. Va keyin esa mana shu yerdan generatsiya tugmachasini bosganingizdan so'ng sizda rasm generatsiyasi boshlanadi va siz barcha rasmlarni mana shu holatda yaratib olishingiz mumkin. Demak, rasmlarni yuklab olganingizdan so'ng keyingi rasmlarni ham yaratishga o'tishingiz mumkin. Demak, bu yerdan boshqa promptlarni bu yerda mana shu promptlarni ham nusxalab olishni boshlaymiz. Nusxalab olib, ularni yaratish uchun biz Freepik AI saytidan foydalanamiz. Demak, ro'yxatdan o'tib olganingizdan so'ng sizda mana shu holatda oyna ochiladi va siz mana shu joydan Create tugmachasini bosasiz. Va nusxalab olgan promptlaringizni shu yerga tashlaysiz. Formatini esa 916 ga o'zgartirishingiz kerak va generatsiya tugmachasini bosasiz. Va tezda sizga generatsiya qilib beradi. Va siz mana shu yerdan modelni Flux modeliga o'zgartirib, bu yerdan Flux Pro 0 modelni tanlab qo'yishingiz kerak. Va ikkinchi promptni ham nusxalab olib, shu holatda generatsiya qilib olamiz va qolgan rasmlarni ham xuddi shu tartibda generatsiya qilib olasiz. Va shu bilan biz rasmlarni generatsiya qilish jarayonini tugatamiz. Demak, biz Immersive AI saytidan foydalanamiz va bu yerda siz oldingidek Gmail akkaunt orqali ro'yxatdan o'tib olasiz va undan keyin esa mana shu yerdan upload tugmachasini bosib, o'z rasmingizni tashlaysiz. Demak, tashlaganimizdan so'ng bu yerdan jarayon ketadi va jarayon tugagach sizda mana shu holatda oyna ochiladi va bu yerda sizda har xil animatsiyalar bo'ladi. Bu animatsiyalarni o'zingiz sinab ko'rishingiz mumkin. Demak, video tayyor bo'lgach, bu yerdan export tugmachasini bosasiz. Va bu yerda sizda birinchisi tanlangan turishi kerak va bu yerda next ni bosib free, ya'ni bepul versiyasini tanlaysiz. Tanlaganingizdan so'ng export tugmachasini bosasiz va jarayon tugagach, sizda mana shu yerda download tugmachasini bosgan holatda rasmni, videoni yuklab olishingiz mumkin bo'ladi.
va yana boshqa rasmlarni ham yuklash uchun bu yerda upload tugmachasini bosib, yana oldingidek xuddi shu tarzda yuklashingiz mumkin bo'ladi. Endi esa video montaj jarayoniga o'tishimizdan oldin siz uchun yangiligimiz bor. Biz ArtVegas Premium yopiq kanalni ochdik. Bu kanalda eksklyuziv darsliklar, eng so'nggi va eng oxirgi chiqqan trend yo'nalishlar, tez ko'tarish uslublari va usullari va YouTube'da qanday daromad qilishni o'rgatib boramiz. Kanalga qo'shilish uchun esa shunchaki obunani sotib olishingiz kerak. Obuna narxi esa atigi 30 ming so'm. Bu esa o'z karyerangiz uchun qo'ygan eng birinchi to'g'ri qadamingiz bo'ladi. Demak, biz bilan o'z karyerangizni boshlang. Demak, avvaliga CapCut dasturiga kirib olamiz montaj uchun va bu yerdan biz o'zimizga kerakli bo'lgan rasmlarni yuklab olganimizdan so'ng ularni birma-bir timeline'ga tashlaymiz. Avvaliga birinchi hayvon va ikkinchi hayvon. Demak, ularni rasmlar joylashuvini joylashtirib olgach, bu yerdan formatni siz 916 ga o'zgartirib qo'yishingiz kerak montajdan oldin. Demak, rasmlarni joylashtirib olamiz bir-biriga mos holatda va rasmlarning, ya'ni umuman kliplarning uzunligini vaqtining uzunligini 2 soniyagacha qisqartirishingiz kerak bo'ladi. Bu tomoshabinning zerikib qolmasligi uchun. Demak, 2 soniyagacha qisqartiramiz va ustidan tekst qo'shishimiz kerak. Tekstga biz vs, ya'ni versus degani bu solishtirish belgisi. Bilasiz buni. Demak, shriftini o'zgartiramiz va mana shu holatda biz belgilab effekt berishimiz kerak va mana shu holatda tekst qo'shib qo'yamiz ustiga. Va endi ikkita hayvondan keyin g'olib hayvonning rasmini chiqarishimiz kerak bo'ladi. Demak, g'olib hayvonning rasmi bizda bor. Mana shu ikkita hayvonning g'olibi qaysi bo'lsa, o'sha hayvonning rasmini bu yerga joylashtirib qo'yamiz va animatsiya beramiz. Demak, xohlagan animatsiyangizni berishingiz mumkin. CapCut'da bular o'zingizning tanlovingiz. Demak, biz animatsiya berib oldik va endi esa boshqa ikkinchi hayvonning rasmini ham shu tartibda joylashtirib olamiz. Ikkita hayvonni rasmini joylashtirib oldik, ustma-ust va ularni mana shu holatda yana oldingidek joylashtirib olamiz va tekstni shunchaki nusxalab olib, mana shu yerdan tashlab qo'ysak ham bo'laveradi. Qolgan kliplarni ham xuddi shu tartibda qisqartiramiz vaqtini va bunda ham g'olib hayvonning rasmini joylashtirib olishimiz kerak. Mana shu yerga esa siz transition qo'shishingiz mumkin. Bu shunchaki ikkinchi videoga shunchaki o'tib ketmasligi uchun orada transition bo'lishi kerak bo'ladi. Bu ham insonlarni ko'proq o'zida jalb qilib o'zida ushlab qoladi. Demak, ikkinchi g'olib hayvonning ham rasmini shu holatda joylashtirib animatsiya berib olganimizdan so'ng uni ham qisqartiramiz va shu holatda siz qolgan rasmlarni ham joylashtirib mana shu tayyor videoga ega bo'lishingiz mumkin. Endi esa musiqa qo'shamiz videomizga. Bu yerda musiqani qo'shib olganimizdan so'ng o'zimizga kerakli qismlarni kesib olishimiz mumkin. Ya'ni musiqadagi eng avjiga chiqqan joylarni kesib videomizga joylashimiz mumkin bo'ladi. Musiqani ham bizning Telegram kanalimizdan topasiz. Telegram kanalimizga musiqani ham tashlab qo'yamiz demak. O'zingizga kerakli joylarni musiqani kesib tanlab olganingizdan so'ng sizda tayyor video bo'ladi va siz qolgan rasmlarni, qolgan videolarni ham shu holatda joylashtirib chiqasiz va tayyor videoga ega bo'lasiz.